Farzandlar nima uchun o'qishga qiziqmaydi? Buni o'ziga yarasha sabablari bor bo'lishi mumkin. Birinchisi, o'sha fan umuman bu farzandga qiziqmasdir. Balkim farzandimiz rassomchilikka qiziqishi mumkin, biz uni matematikaga kelayotgandir. Bu holatda farzandni o'zi nimaga qiziqadigan fani bo'lsa, o'shani qobiliyati bilan birgalikda izlab ko'rish kerak va o'zi qiziqqan fanga yo'naltirish kerak. Ikkinchi sababi, farzandni o'sha fanlarga qiziqmasligini u yerda fan emas, balkim u farzandga ustoz yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Agarda bu vaziyat ham o'rganiladigan bo'lsa, bunda farzanddagi o'sha muammo ham hal bo'lishi mumkin. Agar sizga ushbu mavzu qiziq bo'lsa va yanada ko'proq ma'lumot olishni xohlasangiz, siz uchun farzand tarbiyasiga mos qo'llanma tayyorladim. Ushbu qo'llanmani siz Aktualnidan farzandim bo'limidan topishingiz mumkin.